Bugun bizda katta kun, Demo Day. Founder School dasturini tamomlagan o'quvchilarimiz sahnada. Ular o'z loyihalarini investorlarga namoyish etishmoqda. Dastur boshida bu loyihalar faqat g'oya edi. Mentorlar yordamida ular rivojlandi, kuchaydi. 16 ta loyiha tanlab olindi, ularga muntazam maslahatlar berildi. Ba'zi jamoalar esa allaqachon savdolarini amalga oshirishmoqda. Assalomu alaykum. Ismim Fattoh Nosirov, Smart Lead startapini founderiman. Xo'p, meni startapim marketingdan kelib tushayotgan leadlarni filtrlab beradi, ya'ni sifatli yoki sifatsizga. Bu orqali biznesda 5x xodimlar jihatidan va joy jihatidan va sifat jihatidan va vaqt jihatidan biznesmenlar va tadbirkorlar yutadi. Men 2 oylik dasturda loyihani qanaqa yaratish, bozorga qanaqa olib kirish, qanaqa sotish, ya'ni umumiy jihatdan hamma narsa o'rgandim va buning uchun men Founder Schoolga rahmat aytaman. Sababi tajribali mutaxassislar, tajribali ustozlar bizga dars o'tdi va hammaga buni tavsiya qilib qolaman. Meni ismim Jamshid, Jilmay proyekti asoschisiman. Founder Schoolga kelib, men yaratilayotgan imkoniyatlar va startaplarni imkoniyatlarini ko'rib va ularni tatbiq qilishi juda katta imkoniyatlarni ko'rdim va ustozlarning ko'magida o'zimning proyektimni amalga oshirishga musharraf bo'ldim. Bu sharoitlarni yaratgan, bizga qo'llab-quvvatlagan, ko'mak bergan ustozimiz Muhammad Aliga katta minnatdorchilik bildiraman va startap garaji ma'muriyatiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Assalomu alaykum, ismim Botir Jahongirov, OnePost startapining asoschisiman. Bu startap barcha ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga foydali bo'ladi. Ya'ni siz bizning platforma orqali bitta video postingizni, ya'ni reelsingizni yuklab, uni barcha ijtimoiy tarmoqlarda bitta vaqtning o'zida chiqarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, Startup Garage dasturi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan bu kurs o'qib chiqqandan keyin startap nimaligi va qanaqa yaratiladi, shu haqida juda ham katta ma'lumotlarga ega bo'ldim va shu asosida pitch dayga yetib keldim va barcha angel investorlar va investorlar oldida o'zimning loyihamni taqdimot qildim. Assalomu alaykum. Ismim Sulaymon Ne'mat, Hudhud startap asoschisiman. Bizning startap o'sha yosh bolalar uchun maxsus alohida platforma, ya'ni yosh bolalar o'zining yoshiga mos, o'zining tarbiyasiga, psixologiyasiga mos bo'lgan kontentlarni ko'radi va kontentlarni faqat ko'rmaydi, u yerda ta'limni oshiradigan, mantiqiy fikrlashni rivojlantiradigan, ularga bilim beradigan demak maxsus o'yinlar ham, mashqlar ham bo'ladi bu platformada. Ya'ni bolalar uchun iloji boricha qiziq platforma bo'ladi va o'sha ota-onalarning muammosi, ya'ni o'sha farzandim har xil ilovalarda filtrlanmagan, ular o'ziga nomunosib bo'lgan kontentlar ko'rmasin degan asosiy muammoga ham yechim bo'ladi. Bu startapni qurish jarayonida biz aynan o'sha Founder School kursida o'qidim men ham va mana shu kurs jarayonida parallel startap qurildi. Bu juda foydali bo'ldi, chunki aynan o'sha har bitta beriladigan darslarda asosiy o'sha startapning asosiy etaplari qamrab olinganida juda ham foydali bo'ldi. Ya'ni ham kurs bilan parallel startapimiz ham qurildi shuning uchun ko'p tajribalar ham egalladik. Va ustozlarga va tashkilotchilarga kattaroq rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Mustafa, yoshim 18 da va men O'zbekistonning birinchi va yagona bo'lgan Telegramda o'zingizga недвижимость qidirishga yordam beradigan arzon arena loyihasini qildim. Va bu loyihani yaratishda menga juda ham katta yordam bergan Founder Schoolga rahmat demoqchiman. Sababi bundan oldin ham juda ko'p joyda o'qigan bo'lsam, 1-2 yillab kerak bo'lsa o'qigan bo'lsam, lekin Founder School atigi 2 oyda menga juda ham zo'r natija, juda ham zo'r ilm berishdi va Founder Schoolga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Bugungi Demo Day bitiruvchilar uchun yangi yo'lning boshlanishi. Founder School g'oyadan natijaga olib boruvchi maktab.